Hey, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Coldboy MC. Bu video hardanday emas. Bu video One Block ikkinchi qism. Qani bo'lsam boshladik. Bu yerda bizni Mamatda bizda Asadbek edit ketgan dedi. Bu videoda hali beri chiqa olmaydi. Kirib qolishi mumkin chunki o'zining editini yasamoqda. Do'stlar, bu modda topishinglar uchun bu bot meni Telegram kanalimda bo'ladi. Telegram kanalim ssilkada yokida meni kanalim havolasida turadi. O'sha yerdan olasizlar. Men esa ishni boshlayman. Boltamiz biz sinib qoldi. Do'stlar, bizga obuna bo'linglar. Biz men 10 minutda bo'lish kerak va mazza qilish kerak. Biz hammani o'sha o'z tosh bormi? Suratda tosh yo'q. Tosh yo'q. Bolta yasamay turaylik. Tosh tushsa tosh yig'amiz. Qo'y tushdi. Yo'q, tushib ketma. O'zi shu ham chetga borib oladi. Do'stlar, bizda endi ovqat bor va daraja bor. Do'stlar, meni kommentga yozib, meni qo'llab-quvvatlab turinglar. Keyingi video nima bo'lsa, mana shu video 5 ta like kelsa, keyingi 3-chi qism chiqadi. Shuning uchun obuna bo'lish esdan chiqmasin. Do'stlar, sizlarga bitta tasvirlab berayim. Asal o'xshadimi? Kommentga yozinglar. Do'stlar, meni Telegram kanalimdagi hamma modlar bedroq uchun bo'ladi. Chunki men o'zim Java o'ynayman. Chunki men telefonda o'ynayman. Do'stlar, agar mana shu video 5 ta like yozsa, mana shu videoning 3-chi One Block'ning 3-chi qismi chiqadi va horror 3-chi qism chiqadi. Do'stlar, o'zi horror 2-chi qism sal kechroq chiqishi kerak edi, lekin menga horror yoqganiga o'sha paytning o'zida horror videoni olishga majbur bo'ldim. Men cho'chqa bitta qo'ydan quruq qoldirdi. Do'stlar, Telegram kanalimda mana shu shader bor. O'sha Telegram kanalimda mana shu shader olasizlar. Bu shader juda ham zo'r. O'zinglar o'tkazib ko'rsanglar bo'ladi. Bu shader 30 megabaytlik. Nonim qat'iydi. Qarabchi-da. Do'stlar, biz nima qilishimiz kerak? Огород qosish kerak. Do'stlar, 3-chi qismda zombilar tushadigan bo'lsa, qayerroq bo'ladi? Shuning uchun ungacha uy qurish kerak. Do'stlar, sizlarga One Block yoqadimi yoki horror videolar? Agar 11
5 ta obunachi bo'ladigan bo'lsak, boshqacha kartali horror video olamiz, iloji boricha. Yoki-da Vijimani. Tosh tushsa-chi, tosh. Baribir 3 ta tosh olguncha kirkamizga yetmaydi. Do'stlar, YouTuberlar kommentga yozinglar. Kim YouTuber bo'lsa kommentga yozsin. Do'stlar, video zo'r chiqayotgan bo'lsa, like bosib, qanday bo'lishi esdan chiqmasin. Chunki men shu kanalda tezroq 10 ta bo'lishimiz kerak. Hozirda biz 2 donamiz. Chunki hali beri videolar kam. Agar qancha ko'p obunachi kelsa, shuncha ko'p video keladi. Video qo'yamiz. Va ko'proq odam chiqarishga harakat qilamiz. Lekin baribir ko'p odam chiqolmaydi. Chunki baribir yo'qlar. Chunki o'shalar yo'q. Bizada cheksiz ovqat bor. Buni o'tgan qismda yoki o'tgan qismda, oldingi qism, birinchi qismda Asadboy emas, Asadboy nimada urib yo'q qildi. Endi buni tirik qoldirish kerak. Do'stlar, birinchi yoki ikkinchi qism chiqqan bo'lsa, unda like bosib obuna bo'linglar. O'zimga obuna bo'lishni necha marta aytganimni kommentga yozib qoldiringlar. Kimga emas. Men uchun Bugatti. Birinchi o'rinda Bugatti, ikkinchi o'rinda BMW, uchinchi o'rinda Benz. Kimga iPhone, yoki Samsung. Menga ikkalasidan, lekin menda Samsung. Bu mashina bolasi bizani boyaga qo'ymizdan chiqardi. Hayır. Do'stlar, videoni qiziqarliroq chiqarishim va ko'proq montaj qilishim uchun sizlar sababchi bo'lasizlar. Shuning uchun meni qo'llab-quvvatlab, Telegram kanalimga obuna bo'lib va nima deyiladi? Mana kanalimga obuna bo'linglar. Chunki men Telegram kanalimda shu modlarni deyarli hammasi qo'yiladi. Lekin har kuni ham modlar qo'yilavermaydi. Chunki buning sababi mana vaqtim bo'lmay qolishi mumkin. Ham yopishim mumkin. Chaqmoq bizga tegmaydi. Chunki biz panadamiz. To'xtaylik, yomg'ir yo'qotib olamiz. Do'stlar, bu video cho'zilyaptimi, cho'zilmayaptimi? Yozib qoldiringlar. Bu oy chiqishi, yosh botishi. Lekin men buni loylarim katta lay. Do'stlar, men o'ynaydigan versiya patch. Voyonga Asadboy edits keldi. Hammaga salom do'stlar. Hali kirmagan lekin. Men kirmayman. Men edit video yasadim hozir. Mana hozir yasagan edit videoim ekraningizda chiqdi. Do'stlar, videoda
Odam kelib qoldi, hamma bilmaysizlar. Bu yana sigir qayerdan paydo bo'ldi? Mani kanalimga ham obuna bo'lib qolishni qilinglar. Mana hozir ekranga chiqdi kanalim. Hozir edit qilib tayyor bo'lgan videoyim bilan kanalim chiqib keldi. Mani ham kanalimga obuna bo'ling. Obuna bo'lmasanglar. Mani qo'lim kuysin. Asadboy edit YouTube'da mana shuni ko'rib o'tiribdi. Do'stlar, Asadboy editga ham obuna bo'lasizlar, chunki u ham Minecraft o'ynaydi. Va Minecraftda videolar olishi ham mumkin. Shuning uchun ham obuna bo'lish kerak. Mani oldingi kanalim ham bor edi. Просто hakkerlar uxlatadi. Uxlatmaganmi? Uxlatgan. Do'stlar, video hozir shu yerda tugaydi.